Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana 9-sinf darsligini ham boshlab o'tamiz, xudo xolasa. Xo'p, 9-sinf darsligi kirish qismi bilan tanishamiz. Birinchi bo'lib biologiya atamasi. Biologiya atamasini 1802-yilda Lamarck va Treviranus 1802-yilda biologiya atamasini fanga kiritgan. Biologiya so'zini o'zi lug'aviy ma'nosi nima? Biz darsliklardan bizga ma'lumki, bio hayot yoki tiriklik, logos ta'limot yoki fan degan ma'noni bildiradi. Demak, biologiyada biz bilamizki, tirik organizmlarni o'rganamiz. Biologiyaning tirik o'rganish obyektiga nimalar kiradi? Bakteriyalar, mikroorganizmlar, viruslar, o'simliklar, odam, hayvonlar bu biologiyaning o'rganish obyektlari hisoblanadi. Biz biologiyada shu tirik organizmlarni o'rganishimizda turli usullardan foydalanamiz. Bizda kuzatish, taqqoslash, tarixiy va eksperimental usullar mavjud. Bundan tashqari modellashtirish usuli ham bor. Buni keyinchalik tanishamiz. Hozircha shu to'rtta kuzatish, tarixiy, taqqoslash va eksperimental usullar bilan tanishib tursak, hozircha yetadi. Xo'p, tirik organizmni o'rganishda eng qadimgi usullardan biri birinchi bo'lib kuzatish usuli hisoblanadi. Birinchisi kuzatish. Kuzatish usulida biz tirik organizmlarning ikkita ko'rsatkichini bilishimiz mumkin xolos. Miqdor va sifat. Bu eng qadimgi usul bo'lib, qadimdan odamlar tirik organizmlar haqida ma'lumotni kuzatib turib o'rganishgan. Masalan, kuzatib, bu hayvon ho'l, bunisi yirtqich, buni ovlasak bo'ladi, bundan himoyalanish kerak, shunga o'xshagan bu o'simlikni iste'mol qilsak bo'ladi, iste'mol qilmasak bo'lmaydi, shunga o'xshash narsalarni birinchi bo'lib kuzatish orqali o'rganishgan. Kuzatib turib biz ikkita narsani bilishimiz mumkin ekan. Bittasi miqdor ko'rsatkichi, ikkinchisi sifat ko'rsatkichi. Miqdor ko'rsatkichi nima? Masalan, mana bu deylik o'simlikda nechta o'simlik turi turibdi bu yerda. Sanaymiz, bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Masalan, shu to'rttaligini bilishimiz mumkin. Barglari nechta? Sanab turib, deylik 20 tadan ortiq bargi bor. Shu miqdor ko'rsatkichlari son. Hayvonlarni ham kuzatib turib 20 ta hayvon bor ekan. Shu miqdor ko'rsatkichi. Buni kuzatib bila olamiz. Ikkinchisi sifat ko'rsatkichlari. Sifat masalan, qanday qanaqa so'rovga javob beruvchi so'z. Qanday? Foydali, zararli, chiroyli, xunuk, shirin, nordon, deylik xavfli, xavfsiz, rangi masalan deylik yashil, sariq, shunga o'xshash miqdor va sifat ko'rsatkichlarini faqat kuzatish usuli orqali aniqlashimiz mumkin. Va bundan ortiq narsani aniqlay olmaymiz kuzatish usulida. Faqat shularni aniqlay olamiz xolos. Kuzatish usulini ahamiyatli jihati biz kuzatayotgan predmetimiz, obyektimizga xalaqit bermagan holda va sezdirmagan holda kuzatishimiz kerak. Hozirda tirik organizmlarni kuzatishda deylik video kameralar qo'yish, inlariga yashirin kameralar qo'yish, chiplar ulash, shunga o'xshash usullari mavjud. Xo'p, bizda shu endi keyingisi taqqoslash usuli. Taqqoslash usulida biz tirik organizmlarni o'zaro taqqoslashimiz mumkin. Hozirda mavjud bo'lgan tirik organizmlarni o'zaro taqqoslashimiz mumkin. Deylik, mana shu ikkala o'simlikni, ikkita bir xil o'simlikni bir-biriga taqqoslashimiz mumkin. Turli sharoitda o'sgan bo'lsa. Deylik, bittasi sersuroq joyda, bittasi qurg'oqroq joyda o'sgan ikkita bir xil turga kiruvchi o'simlikni bir-biriga taqqoslashimiz mumkin. Ikkita bir xil hayvonni taqqoslashimiz mumkin. Masalan, deylik, oq ayiq, deylik, qo'ng'ir ayiq. Ikkalasi ham ayiq guruhiga mansub, yirtqichlar turkumiga mansub. Lekin bittasi o'sha sovuq joyda, qorli joyda yashaydi, bittasi o'rmonda yashaydi. Ikkalasini yemishi har xil bo'lishi mumkin. Shularni bir-biriga taqqoslab o'rganishimiz mumkin. Bir xil organizm bo'lishidan tashqari, turli xil organizmlar ham bo'lishi mumkin. Deylik, bitta o'simlikni hayvonga taqqoslashimiz mumkin. Bu ham taqqoslash usuli hisoblanadi.
Bundan tashqari faqat organizmlar emas, populyatsiya darajasida, vegetsionoz darajasida ham bir-biriga taqqoslab o'rganishimiz mumkin. Shu taqqoslash usuli orqali bizga hujayra nazariyasi, biogenetik qonun va irsiy o'zgaruvchanlik, geologiya qatorli qonuni degan qonunlar kashf etilgan taqqoslash usuli orqali. Keyingi usul tarixiy. Tarixiy usul Charles Darwin nomi bilan bog'liq. Charles Darwin evolyutsion ta'limotni yaratgan olim hisoblanadi. O'zining 5 yillik safari, dunyo bo'ylab 5 yil safari chog'ida to'plagan bilimlari natijasida yaratgan evolyutsion ta'limot hisoblanadi. Xo'p, tarixiy usul shu Charles Darwin nomi bilan bog'liq. Bunda bizga evolyutsion ta'limot yaratilgan hisoblanadi. Tarixiy usul nima? Taqqoslash usuli bilan o'xshash. Taqqoslashda mana ikkita organizm bir-biriga taqqoslayib turadi. Ya'ni tarixida hozirda mavjud bo'lgan hayvonlarni deylik, qadimda mavjud bo'lgan hayvonlar bilan taqqoslash bu tarixiy usul hisoblanadi. Qadimda mavjudlarni qayerdan olamiz? Bu qazilma holdagi hayvonlar, o'simliklar, tirik organizmlar hisoblanadi. O'shani qoldiqlari, toshga tushgan rasmlari, suratlari, suyaklari, shularni qadimdagilarni hozirgilariga taqqoslab o'rganishimiz bu tarixiy usul hisoblanadi. Masalan, tarixiy usul yordamida otlarni qadimda o'sha tulkidek keladigan yirtqich hayvonlardan kelib chiqqanligi aniqlangan va ularda sekin-sekin oyoqlari uzayib, tumshuqlari oldinga chiqib, o'txo'r organizmga aylanishi kashf etilgan. Shu tarixiy usul. Endi keyingisi eksperimental yoki tajriba usuli. Eksperimental yoki tajriba usuli buni ahamiyati bizga tirik organizmlarni, umuman olganda organizmlarni chuqurroq o'rganishga imkon beradi. Masalan, Ibn Sino nomi bilan bog'liq. Masalan, misol keltirsak, deylik, yosh bolaga bargni tushuntiryapmiz. Mana bargni bandi bo'ladi, yaprog'i bo'ladi, tomirlari bo'ladi va odatda yashil rangda bo'ladi, kuzda sariq rangga kiradi deb bargni tushuntirsak, deylik bolani 30-40% eslab qolishi mumkin va tashqariga chiqib barg olib kelib desak, deylik, shu 30-40% bola shu bargni topib kelishi mumkin. Endi tajriba usulida masalan mana bu bargni olib deylik, mana shu bargni olib, mana bandi, mana yaprog'i, orqasiga qarasang tomirlari bor, mana yashil rangda bo'ladi deb mana shu bolalarga berib, qo'llariga ushatib ko'rib, mana shu barg bo'ladi bolajonlar. Endi tashqariga chiqib barg topib kelinglar desak, 90-100% gacha bola to'g'ri topib kelishi mumkin. Mana shu tajriba usuli hisoblanadi. Bargni ko'rsatib, qo'liga berib, sinab ko'rishimiz bu tajriba usuli. Mana bu nazariya usuli. Shu tajriba usulining ahamiyati shu, o'rganilayotgan narsani chuqurroq o'rganishimizga imkon beradi. Shu bizda tirik organizmlar shunaqa to'rala usullar yordamida o'rganishimiz mumkin. Endi shu tirik organizmlarning inson hayotidagi ahamiyati, masalan, eng birinchi o'rinda oziq-ovqat. Yeb ichayotgan hamma mahsulotlarimiz shu tirik organizmlar, asosan o'simliklardan iborat bo'ladi. Tabiatda o'simliklar mana avtotrof organizmlar, ozuqa sintezlaydigan organizmlar hisoblanadi. Biz heterotrof organizmlar, iste'mol qiluvchi organizmlar hisoblanamiz. Oziq-ovqatdan tashqari kiyim-kechak, ustimizda kiyib turgan kiyimlarimiz hammasi tirik organizm, ya'ni o'simlik mahsulotlari. Kitob, daftarlarimiz, stol o'tiradigan partalarimiz, uylarimiz qurilishdagi ahamiyati, tibbiyotdagi ahamiyati juda ko'p, hammasini deyarli tirik organizmlar ahamiyati, biologiyani ahamiyati hisoblanadi. Hozirda eng dolzarb masalalardan biri shu oziq-ovqat. Yildan-yilga yer aholisi soni oshishi bilan yerlar qisqaradi. Yerlar qisqargani sari biz ozroq yerdan ko'proq mahsulot olishimizga to'g'ri keladi. Bunda shu seleksioner olimlar yangi mahsulotlar, o'simliklar turlari, yangi
yangi hayvon navlarini yaratish bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi va bu muammolarni yechadigan olimlar shu biolog olimlar hisoblanadi. Shu inson hayotidagi ahamiyat. Xo'p, endi shu kirish qismiga endi birinchi mavzuga o'tadigan bo'lsak, birinchi mavzuda tirik organizmga xos xususiyatlar. Tirik organizmga xos xususiyatlar. Ya'ni biz mana bakteriya, zamburug' o'simlik, hayvon, odamlarni deylik tirik deyapmiz. Nimasiga qarab tirik deyapmiz? Shu tirik organizmga xos xususiyatlar hisoblanadi. Masalan, birinchisi deylik moddalar almashuvi. Moddalar almashuvi bo'lsa, tirik organizm shuni biz tirik deymiz. Ikkiga bo'linadi moddalar almashuvi. Ikkinchi nomi metabolizm hisoblanadi. Ikkiga bo'linadi. Birinchisi assimilyatsiya, keyingisi dissimilyatsiya jarayonlaridan iborat. Assimilyatsiya sintez reaksiyalari, dissimilyatsiya parchalanish reaksiyalari hisoblanadi. Sintez reaksiyalarida energiya sarflanadi, dissimilyatsiyada energiya hosil bo'ladi. Xo'p, biz mana tashqaridan o'zi umuman olganda moddalar almashuvi nima? Moddalar almashuvi biz tashqaridan mahsulotlarni qabul qilib, o'zlashtirib, kerakligini ortiqchasini va keraksizini tashqariga chiqarib olishimiz bu moddalar almashuvi deyiladi. Shu ikkita jarayondan iborat. Birinchisi assimilyatsiya, keyingisi dissimilyatsiya. Xo'p, biz birinchi mahsulot yeyotganimizda deylik nima yeydik? Deylik olma, banan, mevalar iste'mol qilyapmiz deylik. Yedik. Yeganimizda birinchi bo'lib dissimilyatsiyaga uchraydi. Ya'ni og'zimizda tishlarimiz, so'lak bezlarimiz yordamida chaynaladi, eziladi, maydalanadi va o'sha parchalanish jarayonlari kechadi. Og'zimizda o'tib ovqat hazm qilish sistemamizga o'tadi, oshqozon ichaklarimizga o'tib, aytda ham yana parchalanish davom etadi. Ichaklarimizga o'tadi, aytda parchalanish davom etadi va ichaklarimizdan qonga surilib, hujayralarimizga yetib boradi. Va o'sha yergacha borgan jarayon hammasi dissimilyatsiya jarayoni hisoblanadi, ya'ni parchalanish jarayoni. Va bu energiya chiqadi. Biz o'sha energiyani hisobiga bizda to'yganlik hissi paydo bo'ladi. Va endi hujayramizga kirgandan keyin bu moddalar endi u moddalardan biz uchun kerakli mahsulotlar sintezlanishni boshlaydi. Va bu jarayon assimilyatsiya hisoblanadi. Shu jarayonda endi energiya sarflanish boshlanadi. Va sarflanish jarayonida bizda endi sekin ochlik hissi paydo bo'lishni boshlaydi. Deylik, go'sht iste'mol qildik deylik, go'sht, mol go'shtini yedik, uni tarkibida oqsil bor. U oqsil mol uchun kerakli bo'lgan oqsil deylik. Uni tarkibi polimer hisoblanadi. Oqsil mana bu aminokislota. Xo'p, biz mol uchun kerakli oqsil deylik, o'sha go'shtni iste'mol qildik, yedik, parchalanib hujayralarımizga yetib borgandan keyin monomerlarga, ya'ni aminokislotalarga parchalanadi. Endi biz uchun qaysi oqsil kerak bo'lsa deylik, o'sish kerak bizga deylik, samarqandrop gormonlari, o'sish gormonlari kerak deylik, bo'yimiz o'sish kerak yoki rivojlanishimiz kerak. Qanaqadir endi oqsillar kerak deylik. O'sha kerakli oqsil endi o'sha mol go'shtini iste'mol qilganimizda parchalangan aminokislotalardan yasaladi. Ya'ni material bir xil, deylik mahsulot har xil bo'ladi. Masalan, ustimizdagi kiyim deylik o'simlik, parda ham o'simlik, kitob daftar ham o'simlik, hammasini material o'simlik bo'ladi, lekin mahsulot har xil bo'ladi. Shunaqa tashqaridan qabul qilingan oqsil uglevodlarimiz hammasi kelib parchalanadi. Materiallarga parchalanadi va biz uchun kerakli narsaga aylanadi. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman shu assimilyatsiya, dissimilyatsiya. Bu keyingi xususiyatlardan biri deylik ko'payish. Ko'payish ikkiga bo'linadi, jinsiz va jinsiy ko'payishlarga bo'linadi. Ko'payish bu o'z-o'zini organizmlarda o'z-o'zini tiklash xususiyati hisoblanadi. Ko'payish ikkiga bo'linadi, mana jinsiz va jinsiy. Jinsizda bitta organizm ishtirok etadi, bir xillik ta'minlanadi va buni turlari bor, ko'taklanish, ikkiga bo'linish, sporalar orqali va hokazo turlari bor. Keyingisi jinsiy ko'payish ikkita organizm ishtirok etadi va
Jinsiy ko'payishda ishtirok etuvchi hujayralar gametalar deyiladi. Bu ham tirkalganiga xos xususiyatlardan biri hisoblanadi. Keyingisi nafas olish. Nafas olish mana kislorodni yutib, o'rniga karbon dioksidni chiqarishimiz bu nafas olish jarayoni hisoblanadi. Bu ham tirkalganiga xos xususiyatlardan biri. Keyingisi qo'zg'aluvchanlik yoki ta'sirlanish. Qo'zg'aluvchanlik yoki ta'sirlanish tirkalganiga xos xususiyatlardan biri. Masalan, deylik, tipratikonga tegadigan bo'lsa, uni yumalab olishi, o'simliklar masalan, uyatcha mimozay bargiga tekkanimizda bargini yig'ishtirib olishi, bu ham ta'sirlanish hisoblanadi. Yoki organizmda har xil reflekslari, masalan, birorta xavf tug'ilganda, deylik, men markerni otaman deydigan bo'lsa, o'quvchi bu markerni men otmasligimni bilsa-da, lekin ko'zini yumib olishi, sal o'zini ochishi, bular himoya refleksi, bular ham ta'sirlanishga misol bo'la oladi. Keyingisi harakatlanish. Harakatlanish ham ikki xil bo'ladi, faol va passiv. Masalan, bir joydan ikkinchi joyga o'tishim yoki harakatlanish, bular faol harakat hisoblanadi. Endi passiv harakatga bu o'simliklarning harakatini misol qilishimiz mumkin. Masalan, kunga boqar o'simlik, quyoshga qarab turib harakatlanish. Bu passiv harakat. Deylik, yangi maysa sepib qo'ysak, bug'doyni deylik, deraza tomonga, yorug' tomonga qarab harakatlanish. Bu ham passiv harakat hisoblanadi. Fototerapizm, fotonastiya, shular geoterapizm, hammasi passiv harakatlarga misol bo'ladi. Xo'p, yana xususiyatlardan biri ayrish. Ayrishda organizmda o'zidagi ortiqcha mahsulotlarni yoki zararli mahsulotlarni tashqariga chiqarib olishi bu ayrish xususiyati hisoblanadi. Bunda deylik, mochevina, qoldiq azotlar, karbon angidridlar, ortiqcha suvlarni o'zidan tashqariga chiqarib olishi bu ayrishga misol bo'ladi. Xo'p, keyingi xususiyatlardan biri gameostaz xususiyati. Gameostaz xususiyati bu nisbiy doimiylik xususiyati hisoblanadi. Bunda organizm tashqaridan moddalar qabul qilinganda ortiqchasini zaxira sifatida olib qolishi yoki tashqaridan yetishmay qolganda organizmdagi moddalardan hosil qilib yetkazib berishi, bular gameostaz xususiyati hisoblanadi. Va undan tashqari mana masalan, deylik, tana haroratining doimiyligi bu gameostaz. Tana harorati deylik 36-36-8 bu doimiy tursa, tashqari 50 gradus issiq bo'lgan taqdirda ham o'sha 36-37 gradus saqlab turishi, isib ketgan sari terlab turib uni saqlab turishi yoki tashqari minus darajaga tushib ketganda ham 37 darajani saqlab turishi bu gameostaz xususiyati hisoblanadi. Bu ham tirik organizmga xos xususiyatlardan biri hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari yana qanday xususiyatlar bor? Xo'p, va oxirgi xususiyatlardan biri o'sish va rivojlanish. O'sish va rivojlanish. O'sish nima? O'sish bu miqdor jihatdan ortish, rivojlanish bu sifat jihatdan ortish. Masalan, deylik, odamda bo'yini deylik 150 cm deb 155 bo'lib qolishi, vazni 50 kg, 55 kg bo'lib qolishi bu o'sish hisoblanadi. Rivojlanish bu sifat jihatdan ortish, ya'ni aqliy rivojlanish bu aqliy o'sish bu rivojlanish hisoblanadi. Masalan, deylik, biologiya so'zini bilmasdan ma'nosini bilib oldi, demak rivojlandi. Yoki yosh bola chaqaloqlar deylik, tug'ildi, birinchi tillar eshitib o'rgandi, deylik, ayat eshitib o'rgandi, yozishni o'rgandi, o'qishni o'rgandi, bular yurishni o'rgandi. Bular hammasi rivojlanish hisoblanadi. Ya'ni sifat jihatdan ortish. Shu tirik organizmga xos xususiyatlar. Menimcha tushunarli bo'ldi. Shu kirish va birinchi mavzu shundan iborat edi. Hammaga rahmat.